ikkinchi qitimliq Uyg'ur sotining alohidaligi. Dünya Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va tirishchanligi bilan ro'yobga chiqqan. Xitoy hukumatini alohida rohatsiz qilgan va har xil vositalarni qo'llanib to'sqinlik qilishga uringan. Xalqimiz orasida har xil inkaslarni qo'zg'agan va ko'p sonda kishilar utuqliq bo'lishini to'rt ko'zi bilan kutgan London mustaqil Uyg'ur soti muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, London mustaqil Uyg'ur soti 2 qatimga bo'linib ochilgan bo'lib, tunji qatimliq sot 2021-yili 4-iyundan 7-iyungacha 4 kun davomlashgan bo'lsa, ikkinchi qatimliq sot 10-sentyabrdan 13-sentyabrgacha 4 kun davom qilgan. Har ikki qatimliq sotning o'zgacha alohidaligi bor bo'lib, ikkinchi qatimliq sotni texmo alohida va muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarashga bo'ladi. Tunji qatimliq Uyg'ur soti umumiy xalqning bundaq bir sotning utuqliq echilishiga bo'lgan gumoniy qarashlari va murakkab hissiyotlar ichida muvaffaqiyatli echildi. Sotning muvaffaqiyatli echilishi uchun bir qism qarindoshlar sotga guvohlik berishni xohlaydigan qarindoshlarni tezib chiqish uchun alohida kuch chiqargan. İkinci qatimliq sotda guvohlik berishni xohlaydigan qarindoshlarning bas-basda ovoz qo'shishi va ko'p sonda qarindoshlarning sotning ahamiyatini to'nib yetib, uningga alohida tayyorlik qilishi bilan muvaffaqiyatli echildi. Shuning bilan bir vaqtda ikkinchi qatimliq sotga guvohlik berishni xohlaydigan qarindoshlarning ko'pligi va sotning vaqt jihatdagi cheklimasi tufaylidan sotda guvohlik berish fursatiga erishalmagan ba'zi qarindoshlar orasida ko'ngli yerim bo'lish, Dünya Uyg'ur qurultiyi va sot kollegiyasidan ranjishdak ahvollarmi ko'rildi. Bu nuqtadan aytgandimi, xalqimizning bu sotga qanchalik ahamiyat berganligini va uningga qanchalik cho'ng umidlarni bog'laganligini ko'rib olish mumkin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Londondagi Uyg'ur soti shaxsiy adovat soti yoki ma'lum shaxslarning shikoyati sababidan ochilgan sot bo'lmasdan, balki Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga yurgizgan irqiy qirg'inchiligi sababidan Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishiga qonuniy jihatda hukm chiqarish maqsadida ochilgan mustaqil sot. Bu sotda muhim bo'lgan nuqta ma'lum shaxs va yoki ularning oilasi yo'liqqan ayrim fojialar bo'lmasdan, balki butun millat duch kelayotgan umumiy qirg'inchilik. Agar biz ikki qatimliq sotdagi guvohlik berguvchilarning o'rinlashtirilish ahvoliga qaraydigan bo'lsak, tunji qatimliq sotda vatandagi lager hayotini boshdan o'tkazib boqqan lager shohidlarining guvohliklari asos qilinib, vatanda lager ichi va sirtida yuz berayotgan konkret ahvollar markaz qilingan bo'lsa, ikkinchi qatimliq sotda vatandagi umumyuzlik ahvollar ustida izdanish, tadqiqot elib borgan, tadqiqot shaklidagi guvohliklar asos qilingan. Texmi aniq qilib aytganda, sotning asosiy maqsadi yolg'iz har bir shaxs va ularning oilasi duch kelgan fojialar ustida hukm chiqarish bo'lmasdan, balki bir qism tipik xarakterga ega bo'lgan konkret shaxslarning kechirmishlari orqali Uyg'urlar duch kelgan umumyuzlik ahvolga nazar selish, ondan mutaxassis va tadqiqotchilarning bayonlari orqali Uyg'urlar yuzlangan umumyuzlik ahvollar bilan tanishib chiqish va shu orqali butun millat duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa to'g'ri va odil hukm chiqarishdir. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, G'arbdagi sot sistemasi Xitoydagi sot sistemasidan butunlay farqli bo'lib, G'arbda sot mustaqil bo'ladi. Hech qanday hukumat, siyosiy partiya, tashkilot va shaxslarning cheklamasi va ta'siriga uchramaydi. London Uyg'ur soti garchi Dünya Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan ochilgan sot bo'lsa-mu, biroq u Dünya Uyg'ur qurultiyining yo'l yo'riqi bo'yicha mashg'ulot olib boradigan va yoki Dünya Uyg'ur qurultiyining kontrolligi ostidagi sot emas. Albatta, Dünya Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur adliya arxivi London Uyg'ur sotining muvaffaqiyatli ochilishi uchun eng ko'p kuch chiqargan tashkilot. Bundan boshqa Uyg'ur akademiyasidagi ziyolilar oldi bilan sotga sunilgan videolik guvohliklarni Uyg'urcha tekstga, ondan ularni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilishga alohida kuch chiqargan.
Hammamiz ko'rgandek, sotda guvohlik berganlar o'zi va oilasi uchun guvohlik bergan shaxsiy guvohchilar bilan umumiy vaziyat uchun guvohlik beradigan tadqiqotchilardan bevosita ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur qozoqlar bilan vatandagi vaziyatga shohid bo'lgan, bu to'g'risida izlangan va tadqiqot ilib borgan har sohadagi mutaxassislardan tashkil topgan. Guvohlik beruvchilar Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur adliya arxivining tavsiyasi va guvohlik berishni talab qilib sotga bevosita yo'llagan iltimoslarga asosan sot tarafidan tanlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur adliya arxivi 500 dan ortiq guvohliklar ichidan bir qadar tafsiliy va konkret bo'lgan guvohlikdan tunji qatimliq sot uchun 150 guvohlikni, ikkinchi qatimliq sot uchun 92 guvohlikni tavsiya shaklda sotga yo'llagan. Tunji qatimliq sotda guvohlik bergan 30 dan ortiq guvohchidan 15 guvohchini sot Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur adliya arxivi tavsiya qilgan shu 150 guvohchi ichidan tanlagan. Qolganlarini sotga bevosita iltimos qilganlar ichidan o'zlari tanlagan. Ikkinchi qatimliq sotda guvohlik bergan 30 dan ortiq guvohchidan 10 guvohchini sot Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur adliya arxivi tavsiya qilgan shu 92 guvohchi ichidan tanlagan. Qolganlarini sotga bevosita iltimos qilganlar ichidan tanlab chiqqan. İkinci qatimliq sot uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur adliya arxivi tavsiya qilgan shu 92 guvohchilarning oilasidan jami 530 odam lagerga solangan bo'lib, oilasida 10 dan ortiq odam lagerga solangan guvohchilar 15, oilasida 30 dan ortiq odam tutilgan guvohchilar 4. Sotga tavsiya qilingan guvohchilarning hammasi garchi vatandagi xalqimiz yuzlangan irqiy qirg'inchilikning tipik vakillari bo'lsa-mu, biroq ko'rayotganimizdek, ularning hammasi sotda bevosita guvohlik berishga tanlangani yo'q. Vaqt cheklamasi tufaylidan bir qismi sotda naq maydon guvohlik berish uchun tanlangan bo'lsa, bir qism guvohliklar sotchilarning ko'zdan kechirish uchun ishlatilgan. Bu sotning va hammamizning maqsadi har birimizning shaxsiy manfaati uchun adolat talab qilish emas, balki butun millat duch kelgan irqiy qirg'inchilik sababidan Xitoy hokimiyatini sotga tortish va Uyg'urlarga adolat talab qilish. Shundoq bo'lgan ekan, bizning qilishimizga tegishli bo'lgani sotdan adil bir natija chiqishni umid qilish bilan birga bundan keyin qanday qilib davoni texmi kuchaytiramiz degan ustida boshqa turish bo'lgani tuzuk. Chunki sotning natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar xalqimiz yuzlangan irqiy qirg'inchilik masalasi biroqla hal bo'lib ketmaydi. Vatandagi xalqimiz sotning natijasi bilan biroqla erkinlikka chiqib ketmaydi. Oldimizda qiladigan ishlar yanada ko'p, mangadigan yo'l yanada uzun.